o'zi uyini qachon berishar ekan bolam sizlarga? Endi bahorda aniq bo'ladi deyishgan. Unga ham hali to'lov qilish kerak. Poyingizga yiqilib tiz cho'kib so'rayman dadasi. Bolalarimga rahm qiling dadasi. Ularni qaytaring dadasi. Ularni. Choyni ham Opa, men to'g'ri ta'tilga chiqmoqchi edim. Menimcha vaqtim ham kelib qoldi. Shunga siz bilan maslahat qilay deb kiruvdim. Yaxshi. Birinchilardan bo'lib tabriklab, o'zingiz qochib qolar ekansiz-da. Farzandlarni to'g'ri yo'lga solish siz bilan meni vazifam. Ularni og'ir damda suyash bizning vazifamiz. Bolalarni uyga chaqirib oling, Bakirvoy. qiziq gaplarni gapirasiz. Nimaga men chaqiraman? O'zi kelsin kerak bo'lsa. Yalinsin, yolvorsin. Mendan kechirim so'rasin u. Ha, Bakirvoy. Ko'ramiz. Xo'p, ko'ramiz. Xo'p, Xo'p, barakalla. Bo'lmasa men tura qolay. Bu Yo'q. nondan ushat. Yo'q, ovora bo'lmang. Qani, ilohi omin. Mushkullarimiz oson bo'lsin. Alloh taolo hammaga ham insof bersin. Allohu akbar. Yo'q, bismillahirrohmanirrohim. Yo'q. Chiqmadimi? Siz qimillamang. O'tirganingiz yaxshi, o'tiravering. Omon bo'ling, Bakirvoy. Sog' bo'ling. Mayli Sobir ota. Xo'p. Omon bo'ling, Bakirvoy, omon bo'ling. Ketdilarmi? Ha, ketdilar. Ha? Sobir ota nima kelibdilar? Aql o'rgatgani kelibdi. Anvarni uyga qaytararmishman. O'rgildam. Ey! Bu nasihatini borib mahallasiga qilsin. Bolalariga qilsin. Mahalla ko'mligidan o'rgildim bu odamni. Gulzoda, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Qani, tilingni ko'rsatchi. Senga asabiylashish mumkin emas. Iltimos, o'zingni ehtiyot qil, bo'lmasa yana qon ketib qolishi mumkin, xo'pmi? Opa, faqat iltimos sizdan farzandimni asrab qoling. Asrab qolamiz. Hamshira, Labi. sistemani ulang. Xo'p, asabiylashma, xo'pmi? O'zingni ehtiyot qil. Doktor, qizim qalay? Yaxshimi? Ahvoli og'ir. Voy, Qon ketyapti. voy. Qonni to'xtatish uchun boshqa choralarni ko'rishimiz kerak. Endi nima bo'ladi? Ayting, nima bo'ladi? Qizingiz qattiq siqilgan, asabiylashgan, hatto bir necha kun ishtaham yo'q deb ovqat ham yemagan. Qoni kamayib ketgan. Natijada holdan toygan. Yaxshiyam shifoxonaga o'zingiz olib kelibsiz. Aks holda bu og'ir oqibatga olib kelishi mumkin edi. Yana biroz kuzataylik-chi, shunga qarab ish qilamiz, xo'pmi? Uzr, men borishim kerak. Mayli. Assalomu alaykum xudo. Assalomu alaykum. Kel o'tir. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz xudo? Salomatmisiz? Xudo,
Asti so'ramang. Qizimni mazasi yo'q. Uydan ketganda soppa-sog' edi-ku. Ey, Tavba qildim. Keldi-yu, o'zini o'ringa tashladi. Oyijon, tura olmayman. Yurolmayman dedi. Issiqqina asal choy qilib berdim. Darrogina go'sham qovurib berdim. Ozgina yedi xolos. Yarim kechaga borib, qon ketib qoldi. hozir ahvoli qanaqa? Gaplashdingizmi? Bola qanaqa ekan? Haliyam shunday. Qonni to'xtatishga harakat qilyapti. Doktor yana biroz kutinglar dedi. Qizingiz qattiq siqilgan. Ovqat yemagan. Asabiylashgan dedi. Hammasini sen qilding. Qizim bechorani tuni kun turtkilading. Bolang Furqatniki deb hatto tuhmat ham qilishga bording. Ey, Bolam bechora g'amga botib shu kuyga tushdi. Sen bolamni adoyi tamom qilding. Noinsof. men sizni qizingizga hech narsa qilganim yo'q, xo'pmi? Ey, Yo'q, bitta bola tug'ish eplolmasdan yurgan kasalman, qizingizni aybini bekitish uchun menga Ey. tuhmat qilmang, xo'pmi? jim. Noinsof. Iloyo, hech qachon yaxshi kuning bo'lmasin. Sizchi meni qarg'ash o'rniga qizingizni eplab tarbiya qilib oling, xo'pmi? Jim deyapman senga. Ko'rmayapsizmi gapini? Jim dedim. Xudo, unaqa qarg'amang. Qizim bechorani tuhmat girdobiga itirding. Iloyo, bir yaxshi kun ko'rmagin. Iloyim ko'rmagin. Xudo, Mani qarg'urmasdan qizingizga qarab oling yaxshilab, Xudo. xo'pmi? qarg'amang. Tinchlaning, o'zingizni bosing. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Undan ko'ra Xudodan so'raylik. Sen ham jim o'tir. Buni Eshitmaysizmi gapini? Hozir janjal qiladigan paytmi? Undan ko'ra Xudodan so'raylik. Ona ham, bola ham sog' bo'lishsin. Anvarjon, men xolang bilan gaplashdim. Uy olishga, to'lov qilishga pul kerak bo'lsa, men berib turaman deb shunaqa dedi. Yo'q, Ha? Voy, qanday yaxshi. muncha zo'r oyijon. Ha, Jamila. shunday. Ha, dada? Bu Men hozir. hammomni tegini nega o'chirmadilaring, ha? Voy, Voy, Har oy 300 mingdan pul to'lash. O'chirmanmanmi? Bu chaqaveryapti-yu hamma yoni. voy. Ya bir sal tejasini o'ylanglar, qizim. Xo'p, uzr dada, xo'p. Ming marta xo'p deysizlar-ku, lekin bajarmaysizlar. Xo'p bo'ladi, xo'p. Yaxshi yetib oling, dadajon. Bu g'alati-ya bu. Ana, ko'rdingizmi oyi? Mayli, to'lovga qiynalsam ham, ijaraga chiqaylik desam, keliningiz og'ir oyoqman. Siz ishga ketganingizda bir o'zim qo'rqaman deyapti. Bu yerda har kuni mana bunaqa gap. bolam, Oyi, ijaraga uy olsam, biz bilan birga turib turing. Keliningiz tug'guncha. bolam, meni o'ygay otang qo'yadimi? Rozi bo'lmaydi-ku. Endi nima qilay bolam? Nima bo'lsa ham sabr qilib turinglar. Xo'pmi? Peshonam qursin. Bir umr ikki o't orasida qoldimi? Peshonam qursin bolam. Yo yordam qila olmasam, yo bir nafim tegmasa senga. Bo'ldi, oyi, siqilmang, qo'ying. Keliningiz tuqquncha chidaymiz. Keyin bir gap bo'lar. Oyijon, yaxshi o'tirsizlarmi? Voy, nega yig'layapsiz? Yo'q ey bolam. Yig'laganim yo'q, o'zim shundoq. Oyijon, nima qilqili? Ovora bo'lmang bolam. Men shoshilib kelgandim. Ye, Men turaman bolalarim. Ilohi omin.
eson omon tug'ib bag'ringizga bosib oling bolam. Allohu akbar. Oyijon, O'tirsiz o'z xos bo'lar, keldingiz-ku. Mayli. O'tiring, Yana o'tirsangiz kelaman. bo'lardi. Voy. Oyijon, o'tirsangiz bo'lardi. Mayli kelin, yaxshi qolinglar. Qudam to'ydan kelganlardan keyin so'rab qo'ying, xo'pmi bolam? Xo'p. Mayli bolam. Xo'p, oyijon. Yaxshi Yaxshi qolinglar. yetib oling. Hammaga salom ayting. Xo'p. Yana xo'p, keling, xo'p. Mayli. Xayr, kelin. Xo'p. Men oyimni kuzatib kelaman. Xo'p. Qani yuring. To'xtang, hozir qabul qila olmaydilar. Xo'jayin yubordilar. Xohlagan summangizni beradilar. Mana chek daftarchasi. Unga istagan summangizni yozishingiz mumkin. Qanaqa tushunmagan odamsiz-a? Axir men bu korxonani qiynalib, ming mashaqqat bilan tiklaganman. Men uni qanday qilib sotaman? Borib xo'jayinizga ayting. Shuncha pullari bor ekan, boshqa joydan biznikidan ming marta yaxshi korxonani sotib olsin. Xo'jayin aynan mana shu korxonani sotib olmoqchi. Men sotmayman. Bu korxona sotilmaydi. Axir sizga kecha javobni aytdim-ku. Bu korxona sotilmaydi. Boshqa meni bu masalada bezovta qilmang. O'ylab ko'ring. Bizga yo'q deganlar keyin afsuslanib qoladi. Tushunmadim. Hozir siz menga tahdid qilyapsizmi? Agar menga yana bir marotaba tahdid qilsangiz, kerakli joylarga murojaat qilaman. Omon bo'ling. Gulzoda, yaxshimisiz? Tezda Tamarapani chaqiringlar. Zudlik bilan operatsiya qilishimiz kerak. Nima gap? Tinchlikmi? Ahvoli yaxshimi? Uni zudlik bilan operatsiya qilishimiz kerak. Juda ko'p qon yo'qotdi. Yo'q-e. Bemor koma qolish. Mayli, zudlik bilan qilinglar bo'lmasa operatsiyani. Bu qaltis vaziyat. Onani ham, bolani ham, xullas ikkisini ham saqlab qolishimiz mushkul. Ikkalasidan birini tanlashingizga to'g'ri keladi. Bunday holatda yo onani, yo bolani tanlashga to'g'ri keladi. Bolamni asrab qoling. Bolamni saqlab qoling. Onasini saqlab qolinglar. Unda marhamat, yuring. Tilxat yozib qo'l qo'yib berishingiz kerak. Murodingga yetdingmi? Endi xursanddirsan. Noinsof.
senga ham boqqan balo bordir. Balo bordir. Bu yerda ekansiz-da. Men sizni qidirib yuribman. O'tib ketayotgandim, qarasam chirog'ingiz yo'q-ku. Bir ko'rishib ketay dedim. Uzr. Hozir mastsiz shekilli. Uyingizga borib uxlang. Ish yuzasidan ertaga gaplashamiz. Yo'q. Siz meni advokatimisiz, to'g'rimi? Shunga Men advokatman. Ammo doktor emas. Hammani dardini eshitadigan. to'g'ri. Ish haqida boshqa payt gaplashamiz. Uyga boring. Bilaman. O'zi bu dunyoda meni dardimni eshitadigan odamni o'zi yo'q. To'g'ri-da. Tug'ishgan ota-onang eshitmagandan keyin doktor bilan advokat eshitadimi? Alam qilar ekan. Ochiq gap. Eng yaxshi narsalar qachon qarama akamga qoladi. Eskisi bo'lsa menga. Esimni tanibmanki, yaxshi o'qisham, isham akamga. Xullas, hammasi. Akamga, keyin menga. Hatto mehrni ham avvalo akamga berishadi. Keyin ortganini menga. Shuning uchun ham o'zimni doim ikkinchi darajali bilaman. Siz ham menga xuddi ikkinchi darajali odamga qaragandek qarayapsiz. Qarayapsiz. Yo'q. Odamga alam qilar ekan. Butun umr senga ishonishmasa. Yo'q. To'g'ri. Qilgan xatolarim bor. Lekin bu degani men bir tiyinga qimmatman degani emas-ku, to'g'rimi? Butun umr menga bu ishni eplolmaydi deb kelishdi. Hatto o'sha xotinim ham shu Rustam aka zor, undoq qiladi, bundoq qiladi deb aytgan. Men lattaman. O'zi men kimga kerakman? Kimga? Unday demang. Har bir ota-ona
o'z farzandini yomon ko'rmaydi. Men ahmoq xotinimni gapiga ishonib, akang menga tegindi desa, men uydan haydadim. Firmani olib qo'ydim. Hatto uni yaxshi ishchilarini ishdan bo'shatib yubordim. Hatto uyni ham o'zimniki qilib olmoqchi bo'ldim. Men o'zi pastkashman, pastkash. Pastkash. Shu ham insofdanmi? Odam o'zi yomonsan deyursa, yomon bo'ladi. Kim bo'lsin? Sizni ham bezovta qildim. Uzr. Men bora qolay. To'xtang, siz mashinadamisiz? Qatga qo'ydim. Kalitni bering. Nimaga? Sizni bu ahvolda rulga o'tkazmayman. O'zim kuzatib qo'yaman. Siz mashina haydashni ham bilasizmi? Haydovchilik guvohnomam bor. Mashinam bo'lmasa ham. Mayli. Xudo xolasa, operatsiyadan keyin hammasi yaxshi bo'ladi, bolam. Bolammi? Zumrad opani qo'lida qoldirmang, iltimos. Unaqa dema, bolam. Qo'y, bolam. Bo'lmasa, men ham siqilib qolaman, Oycha. Yo'q, bolam. Siz siqilmang. Sizga mumkin emas. Siz meni nabiramni, tug'ilajak bolangizni o'ylang, xo'pmi? Siz siqilmang, bolam. Xo'p. Ularni o'zi yasir Alloh. Kecha bo'lgan narsaga uzr so'ragani keldim. Hech qisi yo'q. O'zingizga kelib qoldingizmi? Ha. Xo'sh, hamkor. Qachon ishni boshlaymiz? 2 martalab oldiga bordim. Qo'rqitib ham ko'rdim. Foydasi bo'lmadi. Yo'llarimda ilon kabi cho'zilib yotgan, Men yana tuhmat guldoriga tushib qolishdan qo'rqaman. peshonamda yozilib yotgan, shu xavotirda tanamda ezilib yotgan, jonim tuhmat girdobidan qutqargin Alloh, qutqargin Alloh. Ishonch qolmadi-ku do'st dushmanga ham, achinmadi hayot yosh jonimga ham, kelmaydigan kunda hatto hayolimga ham, umrim tuhmat girdobidan qutqargin Alloh, qutqargin Alloh. Qaloqsan. Qo'yvoy. Farhod aka, meni ketganing. Tuhmat girdobi qachon tugab bitar, umrlarni xazon etgani yetar. Tuhmat girdobi yuraklardan o'tib, g'irom o'yinida yutgani yetar.
baribir bizga onalik qila olmaydi opajon. Iltimos yig'lamang sizdan. tuhmat girdobi qachon tugab bitar umrlarni xazon yetgani yetar tuhmat girdobi yuraklardan o'tib g'irrom o'yinida yutgani yetar tuhmat girdobi qachon tugab bitar umrlarni xazon yetgani yetar tuhmat girdobi yuraklardan o'tib g'irrom o'yinida yutgani yetar ozgina bo'lsa ham mehr beringlar, mehr.